To'g'ri aytyapsan, og'ayni, men bilmay yurgan ekanman shu paytgacha. O'shaning uchun Ibn Sino bobomizning kitoblarini ochib o'qib turish kerak ekan. Voy, Sen energetik ichyosanmi? senga olib chiqaymi? Sen jinni bo'lib qolgansan, bilasanmi buni qanaqa zararlilarini? Yo'q, bilmayman, nima zarari bor? U juda ham ko'p kofein miqdori bor bunda. Keyin uyqusizlikni olib keladi. Hamma mash kasallik uyqusizlikdan kelib chiqadi. Keyin borkan, jimjiroq borki, ishlamay qolar ekan vaqt kelib. 40 kirmay o'lib ketasan, tushunmaysanmi? Ey, boshini ortmasang-chi, ber o'rta bitta-chi. O'zi yaqin ovqatlangan bo'lsang, yana ovqatlanyapsanmi? Semiz bo'lsang, battar semirib ketasan. Nima qilib qon oshib ketdi-da? Bilasanmi, semizlik qanaqa kasalliklarni olib keladi? Birinchi bo'lib sahr bo'lasan, undan keyin infarkt bo'lasan, insult bo'lasan, 40 ga kirmay o'lib ketasan, o'g'ayni. Nima qilasan? Mashina ishtahasini bo'g'ib, yevursang-chi, Ahmad, davay ol bu dolog'ini. Menga qara, sigaret chakyapsanmi? Men nima qilay, siqilib ketdim. Sigaretni bilasam qanaqa kasallik olib kelishini? Yurak qon tomirlarini kengaytiradi, mazasini qochiradi, o'pkani chiriydi, tishlarini chiritib yuboradi. O'g'ayni 40 ga kirmay o'lib ketasan, oxiri o'lim. Ey, boshini ortmasang-chi, sigaret chakir o'rta. Sen tashlasang, men kimdan sigaret olaman? Chiqani bitta. Baqotgina bo'g'irsoqgina ekan. Yosh o'lib ketdi, 40 ga chiqib o'lib ketdi. 2 kun oldin yaxshi edi, nima bo'ldi o'zi? O'zim mazam bo'lmayapti, boshqasi. Kerak, shundan ham so'raysan, mazasi bo'lmayapti. Yo'q, nima bo'ldi o'zi? Bilmayman, mashina yo'lda kimgadir nimadir tushuntirayotgan ekan. Bu odam kelib, haqiqatdan mashina urib ketibdi. Voy, mashina haydashni bilmasdi-yu. Voy, haqiqatdan ham bilmasdi.